Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. O'zini kuzatib borgan uzoq yaqindagi obunachilar, sizlar uchun yana bir issiqxonamiz. Kecha qo'yilgan videoning davomi. Issiqxonamiz Qirg'iziston Respublikasi Qadamjon rayonidan Qirg'iziston mana shu yerga 825 bo'lib issiqxonamiz o'rnatiladi. Bu yerda oldin malina ekilgan ekan. Malinalardan tozalab oldik. Endi vashakka issiqxonamiz o'rnatildi. Eniga 8, uzunligiga 25 bu tomonga qarab bo'ladi. Ichki termizlik holatda. Issiqxonamiz ishlatilgan materiallar. Oyoqlari 9lik. Ichki termiz Anjon stilda, ichi ali bo'lib termizlik bo'ladi. Konteyner materialini yomonlayotganlar. Xudosi 15 yildan beri shu konteyner materiali bilan ishlaymiz. Bir joyda qiya ishlarni hali parod qilib qo'ygan yo'q. Kimdir konteyner tanlaydi, kimdir turba. Hamma ehtiyojidan kelib chiqqan holda qildiradi. Bir video qo'yishdan oldin iltimos, ularning mehnatini yomonlamasdan o'zlarining ishini sifatini ko'rsatib, mehmonlar reklama qilaringlar. Lekin konteyner materialini yomonlab chiqib, konteyner uyda, konteyner uyda deganlar. Konteyner bitta xususiyati bor. Konteyner materialimiz zaynaviyda asekamkalik, o'zini ichiga ham tashga ham kirasilangan holatda bo'ladi. Shuni hisobiga chirish holati, zaynash holati kamroq bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Partisga yo'lak bosishni unutmanglar. Xudo xolasa ishimiz davomida bitgan holatini ham ichki termizlar ochilib yopishlarini ham ko'rasizlar. Shohmardon tog'ining orqa tomonidamiz. Partisga yo'lak bosishni unutmanglar. Oldindan rahmat, diqqatga sog' bo'linglar. Murojaat uchun nomerlarimiz 99 07 25 75 94 118 61 21 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Konteyner mahsuloti hozirda eng sifatli mahsulot bo'lib turgan. Narxi ham hamyonbop. Dehqonchilik yangi boshlayotgan aka-ukalarimiz uchun qo'l keladigan umiddamiz.